10 ta gelik kerak og'ani, 5 ta ko'rinmay qoladi. Qanaqa kuyov jo'rasan og'ani, shuni qila olmasang. Men senga ishonaman. Bo'pti, bitta choyxona qilib beraman, charchoqing chiqib ketadi. Puldan muammo qilma, jab bo'lmasa qarz olaman-da. Bo'pti, telefonlashamiz. Davay, xo'p. Aka, uylarimiz son ekan. Telefon tinmayapti. Yoqqa chop. O'zingiz qandaysiz? Yaxshi. Telefonimda gapingizni eshitib qoldim hozir. Kuyov jo'ra o'zi tuzukroq bolami? Shu studiyo aka. Men kuyov jo'rani so'raganimning sababi tashkiliy joylarni gaplashayotganinglarni eshitdim. Nikohni muhim jihatlari haqida ham gapiryaptimi? Tushunmadim aka. Bilasanmi, ayrim kuyov jo'ralar shu kuyovni yonida yurib bersam, turib bersam, bir xil kiyim kiysam, mashina 10 ta gelik bo'lsa-da, shu o'rtoqlari bilan chiroyli kuyov navkarlarga borsa, shu to'yni qanaqadir bir hashamat bilan shou shaklida o'tkazsam deb nazarda tutyapti-da, lekin muhim jihatlari bu ertaga kelin bola bilan domlani oldiga borganinglarda kalimani aytish kerak bo'ladi. Undan keyin musul buni mazmuni bor, buni mohiyati bor. Shu haqida tushuntiryaptimi? Faqat ko'nglingga olma-ku, hozirgi kunda g'usl nimaligini bilmayotgan yoshlarimiz bor. Aynan kalima desa, o'sha paytda bilmay qolayotgan yoshlarimiz bor. Jonim achigandan, ko'nglim achigandan senga aytolmayman. Uni o'ylamaymiz. To'g'risi meni xabarim eshitganman, lekin uni qoidasini tushunmas ekanman aka. O'zi g'usl yoki nikoh duolari u qadar qiyin emas. Bir ko'zga o'tirib olsang, bir pas yodlab olasan. Bu narsalar senga nimaga kerak bo'ladi? Keyingi hayot yo'lingizda, kelin bola bilan birga turmush qurganingizdan keyingi hayotingiz shirin, mazmunli bo'lish uchun, ertaga tug'iladigan farzandlar qobil inson bo'lish uchun kerak bo'ladi bular. Chunki birinchi kundan harakatni yaxshi boshlasanglar, ertangi kunda bir chiroyli, mazmunli bo'ladi. Ammo to'ylar mana hashamatdor qilib o'tkazish, shou qilib o'tkazish bular kerak emas. Bilasanmi, hozirgi ayrim yoshlarimizni uylanishini cho'zilib ketayotgan sababi ham shu to'yni shou qilib o'tkazish, xarajat ko'pligi yoki kelin bolani komfort joyga olib kelish. Chiroyli qilib, xarajatni kam qilib, o'zingni qurbingga yetadigan qilib, to'ydan keyin ham hayot bor. Qiynalib ketgan qilib o'tkazish kerak. Nima demoqchiligingizni endi tushundim aka.